Assalomu alaykum do'stlarim. Bugun sizlarga juda ham mashhur bo'lgan multfilm, ya'ni Qizaloq va maymoq haqida gapirib beraman. Esingizda bo'lsa, men bu multfilmga ovoz berganman. Yo'q, u bizga mos emas. Ketdik. Qani yugurdik, birga o'ynaymiz. Esingizga tushdi-ya? Bu multfilm juda ham ko'p mamlakatlarda sevib tomosha qilinadi. Masalan, Yaponiya va Braziliyada juda ham ko'p bolajonlar buni yaxshi ko'rishadi. Lekin ba'zi bir mamlakatlarda uni ko'rish taqiqlangan. Masalan, Eron va Kanadada. U qizaloqni juda ham sho'x qoida buzar deb o'ylashadi. Ota-onalar bu multfilm qizaloqqa yomon ta'sir qiladi deb o'ylashadi. Xo'sh, sizga bu multfilm yoqadimi? Qaysi jihatlari sizga yoqadi? Izohlarda fikringizni kutamiz. Xayr!